Assalomu alaykum azizlar. Bugun o'zbek hikoyalar ustasi Abdulla Qahhorning san'atkor hikoyasi tahlilini birgalikda sizlar bilan qilamiz. Xo'p, san'atkor hikoyasi juda ham mashhur hikoyalardan biri. Bunda kishilarning, ya'ni madaniyat kishilarini o'zini savodli, barchadan ziyoli shaxs deb o'ylashlari haqida bayon qilinadi. Ya'ni konsert boshlanadi. Konsert bo'lib o'tgandan keyin san'atkorning yoniga bir traktorchi kelib, hech bo'lmasa o'zing aytadigan qo'shiqni mazmunini tushunib ayt deydi. Aytadiki, ya'ni bu yerda unga aytib, labingdan bo'lsa olsam ey shakarlab deyapsan. Bo'lsa bo'lmaydi, bo'lsa bo'ladi deb aytadi. Ya'ni bo'lsa degani fe'l, harakat qilmoq fe'lini, qilmoq, bo'lmoq fe'lini shakli bo'lsa, ya'ni labingdan bo'lsa, ya'ni labingdan bir o'pich olsam ey shakarlab degan misrani san'atkor buzib, labingdan bo'lsa olsam ey shakarlab deb turib buzib qo'shiq qilib kuylagan bo'ladi. Bu bir savodsiz, qishloq xo'jaligida ishlaydigan bir kishini bunaqa gapi ularga og'ir botib, ya'ni aytadiki, men san'at kishisiman, men kulturniy shaxsman. Ya'ni hikoyada kulturniy deyiladi, ya'ni madaniyatli shaxsman. Sen kimsan? Bitta traktorchisan. Menga o'rgatasanmi? Sen o'zingni tilingda bo'lsa bo'lmasa deb gapirasan. Bizni tilimizda, ya'ni biz madaniyatli kishilarning tilida esa bo'lsa, bo'lmasa deb ishlatiladi deb o'ylaydi. Ya'ni qanday so'zni ishlatayotganini ham bilmaydi. Shu darajada savodsiz. Shu bilan birgalikda agar men savodsiz, qo'shiq aytishni bilmaydigan bir kishi bo'lsam, nega meni plastinkaga oldi, nega tanqidchilardan o'tdim deydi. Ya'ni u davrdagi kishilarni e'tiborsizligi, qo'shiq matniga e'tibor bermayotgani tanqid ostiga olingan. San'atkor degani albatta ziyoli, bilimli shaxs degani emas. Hatto traktorchi ham bilim olib ziyoli shaxs bo'la olishi mumkin. Endi qanaqa ma'noda ziyoli? Albatta savodli kishi bo'la olishi mumkin degan ma'noda aytilgan. U paytda ko'pgina shaxslarni savodli qilish maqsadida maxsus o'qishlar tashkil qilingan bo'ladi. Ya'ni san'atkor ham o'z izvoshchisini, o'zini xizmatchisini, ya'ni o'sha o'quv kurslariga, savod chiqarish kurslariga yuborayotgan bo'ladi. Shu paytda aytadiki, J harfini kattasi qanaqa yozilardi deb san'atkorga murojaat qiladi. Ya'ni san'atkor asabiylashib turgan paytda. San'atkor chunki o'zini madaniyatli, ziyoli shaxs deb biladi. Shuning uchun qo'l ostidagi odam undan so'raganda u aytadiki, ya'ni o'zi bilmagani uchun vaqt vaziyatdan chiqib ketib, shuni ham bilmaysizmi? Borjom degan so'zda borku o'sha bo'ladi deydi. Ya'ni borjom degan so'zda ham albatta so'z o'rtasida kichkina shaklda qo'llangan bo'lgani uchun yana izvoshchi tushunmaydi, bilmaydi. Hamda borjom, ya'ni borjomiy suvi gapni chalg'itish uchun aytadiki san'atkor, borjomiy suvini gazi o'libdi, bir tiyinga qimmat deydi. Keyin yana izvoshchi shuni ko'rsatib bermadingiz, ya'ni gapni chalg'itdingiz degan ma'noda so'rasa, kichkinasini yozib qattiqroq o'qing deydi. Bu paytdagi bu holat, ya'ni aslida san'atkorning o'zi savodsiz,